Jondor Lider avtosalon kuzatuvchilari, navbatdagi ideal holatdagi Cobalt'chamizni sizlarga obzor qilib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Orqamda ko'rib turgan Cobalt'laringiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz polni radnoy, любой proyerkasiga bemalol xohlagan ustalaringizga kelib ko'rsangiz bo'ladi. Motor xonalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana 4-chi paketlab metal bunda ham. ABS'imiz yo'q. 23 ta bilasizlar, ABS, BABS chiqqan. Aytib o'tganimizdek, kraskalarimiz top-toza, qilingan ishlardan 4 ta ideal holatdagi diska balonlar taqib qo'yilgan, chixol bo'lgan, kovrik tashab qo'yilgan. Probeglarimiz 13557 km halol o'zin probeglarda. Mexanika korobka. Metanlarimiz 1 oy bo'lmabdi hali, metan qo'yilganga mana ko'rib turganlaringizda. Zapaskalarimiz umuman yerga tushmagan. Bu mashinani bilaman to'g'ri, tan narxi haqida o'tiribsiz. Tan narxini 9000, kreditga oluvchi aka-ukalarimiz 1,5 dollar evaziga shu mashinani xarid qilib ketsalar bo'ladi. Bunaqa ideal holatdagi mashinalar faqat Jondor Lider avtosalonida bo'ladi. Barchalaringizni kutib qolamiz. Kelaverasizlar.